Demak, dastlabki texnikamiz Samasval zil sotlada 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, texnik holati soz, motor korobkalari yaxshi, kuzov ramalari butun, hech qanday muammosi yo'q, hujjatlari joyida. Manzil Farg'ona viloyati, narxi $12.500 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Ikkinchi texnikamiz esa zil 130 markadagi Samasval texnikamiz. 1987-yil. Motor yaxshi, balon akkumulyatorlari yangi qo'yilgan. Faqatgina korobkasida ozroq muammosi bor. Qolgan hamma joyi yaxshi. Hujjatlari ham bor. Manzil Toshkent viloyati, narxi esa $6.500 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir zil sotiladi. 1989-yil. Ushbu mashina noldan yig'ilgan. Mostlari yaxshi, risollari mazniki. Rama, balon diskalari 100% toza holatda, hujjatlari bor, radiator bilan motor Uralniki deyishyapti. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali. Narxi 250 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Xorazm viloyati. Demak, yana bir Samasval zil sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Motor moy yemaydi, orqa balonlar 90%, narashkaga ruxsati bor, ishlab turgan texnika, hech qanday xarajat yo'q. Manzil Toshkent viloyati, narxi $8.500 aytilish narxi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Kamaz sotiladi. Samarqand viloyatidan 1987-yilda ishlab chiqarilgan, motor yangi remont qilingan, xarajati yo'q, sosteniyasi ham yaxshi holatda, ramasi butun, balonlari ham yangi, ishga tayyor holati deyishmoqda. Manzil Samarqand viloyati, aytib o'tganimdek, narxi esa $9.000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Navbatda yana bir Kamaz sotiladi. 1998-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ishga tayyor holatda, balonlari 80-90% atrofida, motor korobkalari ham yaxshi, kuzovlari butun, hech qanday muammosi yo'q deyishmoqda. Narxi $9.000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Videoga like tugmasini bosib qo'ying, biz esa davom etamiz. Demak, navbatdagi texnikamiz 1990-yilda ishlab chiqarilgan, dizelda harakat qiladi, hujjatlari bor, hech qanday xarajati yo'q, hamma joyi yaxshi. Narxi 120 million so'm aytilishi, kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda zil 130 Samasval texnikamiz. 1987-yil. Mashinada hadu, ayb yo'q, motorlar Ural motor, balon bez kamer, orqa balonlari 80-90% atrofida, oldi balon esa 50-60% atrofida. Ishga tayyor holatda, narxi $5.500 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda Gazel go'sht texnikamiz sotiladi. 1972-yilda ishlab chiqarilgan, mashinaning holati yaxshi, ishga tayyor holatda. Avval suv tashiydigan mashina bo'lgan, hozir esa yuk tashiydigan mashinaga aylantirilgan. To'liq ma'lumotlarni telefon orqali gaplashamiz deyishmoqda. Manzil Samarqand viloyati, narxi 70 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Gazel go'sht sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, holat yaxshi, texnik holat soz, 7 ta gaz baloni bor. Hujjatlar ham yaxshi deyishmoqda. Narxi $5.000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishmoqda. Navbat yana bir Samasval Gazel go'sht sotiladi. 1983-yil. Propan gazlari bor, ishlab turgan texnika deyishyapti. Holati o'rta holatda, texnik holati soz. Narxi $2.500 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa ushbu Gazel sotiladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, motor noldan remont qilingan, korobka zadniy moslari yaxshi, ramalari zo'r, risollari usilit qilingan deyishyapti. O'zimizning nomimizda deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Xorazm viloyati, narxi esa 130 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Navbatda yana bir Gazel sotiladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, texnik holati soz, motor korobkalari yaxshi. Metanda harakat qiladi deyishyapti. Balonlar ham yaxshi holatda. Narxi 120 million so'm aytilishi, kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Buxoro viloyati. Demak, davom etamiz. Navbatda yana bir Gazel go'sht texnikamiz. 1990-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, texnik holati soz, narxi 28 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir zil 130 Bartovoy texnikamiz sotiladi. 1983-yilda ishlab chiqarilgan, mashina ideal holatda, motor korobkalari yaxshi, 6 ta baloni ham yangi.
Pul zararligi uchun sotilmoqda. Mashinada hech qanday muammo yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Toshkent viloyati. Narxi $7600 aytilishi, albatta kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda yana bir zil sotiladi. 1988-yilda ishlab chiqarilgan 7 ta gaz balloni bor. Holati yaxshi, texnik holati soz, hech qanday muammosi yo'q, xarajati yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $3500 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatdagi texnikamiz 1984-yilda ishlab chiqarilgan. Motor yaqinda remontdan chiqdi. Zadniy mostlar zo'r. 6 ta Xitoy ballon yangi qo'yilgan. 7 ta gaz balloni bor, dokumentlar ham bor deyapti. Kuzovda chaqa-chuqalari ham yo'q. Yangi akkumulyatorlar qo'yilgan. Yurib turgan mashina, kelib bemalol ko'rib, tekshirib ko'rishingiz mumkin deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, narxi $6700 aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Toshkent viloyati. Akalar, bugungi dasturimizdagi texnikalar shulardan iborat edi. Agar ushbu roligimiz sizlar uchun foydali va qiziqarli bo'lgan bo'lsa, videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab ketishni albatta unutmang.